Agar siz 24 yoki 25 o'lchamdagi monitorlarni kichkina deb hisoblaydigan bo'lsangiz, bugungi videomiz aynan siz uchun. Bugun sizlar bilan birgalikda 27 talik monitor, qolaversa o'yinlarni maza qilib o'ynasa bo'ladigan monitorni bor yo'g'i $210 ga xarid qilishingiz mumkin. Albatta, HTC monitorlarini G-Store do'konlari orqali bemalol buyurtma qilishingiz mumkin. Biz buni korobkadan ochib olamiz, nimalar chiqarishini ko'ramiz. Undan keyin ikkinchisi texnik jihatlar bilan yaqindan tanishadigan bo'lsak, o'yin uchun qanaqangi fishkalar bor. Buni bilib olamiz va montaj va color grafika sohalari uchun to'g'ri keladimi degan savolga ham javob berishga harakat qilamiz va oxirida esa ushbu monitorimizning dizayni, qanaqangi qulay taraflari bor va yakuniy xulosamizni siz bilan o'rtoqlashamiz. Qani unda birinchi monitorimizni ochib olamiz. Hop, mana har doimgidek ushlaydigan joyi bor. Qadoq tarkibi bilan tanishish boshlaydigan bo'lsak, ular baribir makulaturaga tashlab yuboradi-da, bitta donagina qog'oz qo'shib qo'yishibdi. Undan keyingisi bizda xo'p 280 Hz ishlash uchun albatta bizga display port kerak. Qo'shib qo'yishibdi buni ham. Undan keyingisi bizda mana ko'rishingiz mumkin bo'lgan bitta kabel, faqat bunga perxodnik kerak. Xo'p, oyog'ini mana bu eng pastki qismi, menga yoqadigan HTC'larni oyoq qismi 6 burchakli qilib chiqaradi va bu safar mana dizayn atrofi ko'k emasda, qizil qilishibdi buni. Asosiy bu o'sha tanasini ko'tarib turadigan qismi. Chiroyli ergonomik podstavkasi bor. 25 talik monitorlarga o'xshash, xuddi shunaqangi. Bizda podstavka, orqa qismida kabel menejment uchun kichkina joy tashlab ketishgan har doimgidek. Hop, kelinglar, shu yerda o'zida biz monitorimizni yig'ib olamiz. Buni qo'yib oldim. Hop, mana pastki qismi juda ham qulay o'rnatiladi. Mana hech narsani burab o'tirish ham shart emas, shundan keyin bosamiz, o'zi tushadi. Mana tayyor. Mana endi mana bu joyini qo'yib olamiz. Monitor degan shunaqa bo'lsa-da, shunaqangi tez-tez yig'ilsa, ya'ni plug and play texnologiya bo'lsa. Hop, ko'tarib olamiz. Mana monitorimiz. Ortiqcha narsalarni pastga olib qo'yamiz. Kabellarimizni bunaqa qilib chiroyli kabel menejment qilib olib o'tib ketish uchun ham joy xizmat qiladi. Ana endi kompyuterga ulab olamiz. Ana endi ushbu monitorimizni texnik jihatlari bilan yaqindan tanishadigan bo'lsak, birinchi galda ushbu monitorimizning o'lchami bizda 27 hisoblanadi. Tasvir o'lchami esa Full HD 1920 ga 1080 kimdir yetishi mumkin. 27 talik ekran uchun Full HD kichkinalik qilmaydimi? Chunki 27 talik ekranda Full HD nisbatan ba'zi tasvirlar piksel bo'lib ko'rinishi mumkin. Bu hammada ham emas, endi juda ham e'tiborli bo'lgan insonlarda bilinishi mumkin. Lekin hozir ham bemalol 27 talik ekranda Full HD ishlatish mumkin. Lekin hozir ham bemalol 27 talik ekranda Full HD ni ishlatishimiz mumkin. Undan keyingisi monitorimiz ham hujjat o'yinlar uchun, qolaversa montaj, color ishlari uchun ham bo'ladi. Bu haqida sal turib gaplashamiz. Bunga sabab matritsa bizda ko'rib turganimizdagi ranglarni chiroyli ko'rsatib bermoqda va yon tarafdan o'zim qarayapman va sizlar ham qaysidir taraflama yon qismidan ko'ryapsizlar tasvirni. Juda ham yaxshi ko'rinmoqda. Bunga sabab Fast IPS ekanligi, biz monitorimizni ishlash tezligi 280 Hz. IPS bo'lgandan keyin tabiiyki bizda kontrast 1000 ga 1 nisbatda, yorug'ligi esa 350 kandela taqsim metr kvadratda, HDR bizda qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni HDR 400 bor. Shuni hisobiga ham 400 kandelaga ham chiqishi mumkin yorug'ligi. Xo'p, monitorimizda ikkita HDMI 2.0 bor. Full HD bilan 240 Hz gacha ishlatishingiz mumkin. Yo'q, 280 to'liq ishlataman deganlar uchun DisplayPort orqali ulab, bitta dona DisplayPort bor, 1.4 versiyadagi maza qilib 280 ni ishlatishingiz mumkin. Undan ham tashqari pastki keysga egilib o'tirmasligi uchun bitta 3.5 mm audio jack qoldirilgan. O'sha naushniklarni mana shu pastki qismiga ulash uchun. Monitorimizni sozlash, ya'ni nastroyka qilish uchun esa bizda mana shu o'ng tarafiga kichkinagina joystick tugma qoldirib ketishgan. Ya'ni shu orqali biz mana menyudan nastroykani ochishimiz, tezkor menyu orqali mana bu tarafda yarkost va kontrastni biz nazorat qilishimiz imkoni bo'ladigan bo'lsa,
pastda orqaga qaytish, yuqorida esa tezkor HDMI 1, 2 yoki DisplayPortni tanlashimiz mumkin. Ya'ni bir vaqtda o'zida ham kompyuter, notebook va PlayStation ulab qo'ysak, qaysi birini ishlatmoqchi bo'lsak, shunisiga o'tkazib ishlatsak bo'ladi. Ya'ni bitta DisplayPort chiqsa, komplektdan yana sizlar ikkita HDMI bilan, ya'ni ikkita qurilmaga olib, qaysi birini o'sha paytda ishlatmoqchi bo'lgan paytingizda tanlab ishlatishingiz mumkin. Bu ham qaysidir tomonlama qulaylik. Ana endi kelinglar o'yin bo'yicha ushbu monitorimiz to'g'ri keladimi, yo'qmi, qanaqa funksiyalari bor degan yaqindan tanishadigan bo'lsak. O'yin uchun 280 Hz menimcha hozir ham juda ham zo'r. Full HD bo'lgani uchun men bemalol tavsiya qilaman. Sabab 20 inchli ekranga 2K olishadi. O'zi bechara videokartida 2060, hattoki 3060 tursin, 4060 bo'lgan taqdirda ham 2K uchun, hattoki o'sha 4060 bo'lgan taqdirda ham 2K uchun ancha-muncha 4060 qiynalib qoladi, hattoki 5060 ham. Shuning uchun 2K bo'lgandan keyin unga kamida 70 yoki 80 seriyadagi videokartani ishlatish kerak bo'ladi. Full HD ga maza qilib, hattoki o'sha legendarniy hisoblangan RX 580 bilan ham 150 180 FPS larda Counter 2 ni o'ynasanglar bo'ladi. Endi GTX 1660 Super gapirmasa ham bo'ladi. 250 FPS da o'ynasanglar bo'ladi ushbu monitor bilan. Ya'ni monitor tanlayotganda ham shunisiga e'tibor qaratinglar. Xo'p, o'yin uchun bizda juda ham qulay bo'lgan fishkalar bor, lekin hozir ochgan paytimizda menyu bizda Xitoy tilida chiqadi. Biz eng pastiga tushamiz va undan keyin bizda 15 ga yaqin turli tillar bor. Ingliz tili ham, rus tili ham bor. Biz albatta rus tiliga tanlaymiz. Mana birinchi galda kiradigan bo'lsak, bizda игровой rejimlarning ichida bizni nimalar kutib oladi? FreeSync funksiyasi bor AMD videokartalar uchun. Kadrlarni yana ham silliqroq qilib berish uchun. Eng asosiysi bu yerda pritsel va timer funksiyalari bor. Pritselda bunaqasidan biz xohlagandagi birorta pritselni chiqarib qo'yishimiz mumkin. Kontrol o'ynayotganda o'sha xlapshkadami, apdami bez pritsel otishimiz uchun mana tanladim. Chiqdi, mana pritsel chiqib turibdi, ko'rdinglar? Xuddi shunaqa bizda 4 xil pritselimiz bor. Mana shulardan birortasini tanlasak bo'ladi yoki o'chirib qo'yamiz. Va undan tashqari timer bor. Vaqt menejmentiga rioya qilmoqchi bo'lganlar uchun yoki yosh bolaga kompyuter yoqib bergan paytda qanaqadir daqiqa berib o'ynatmoqchi bo'lsangiz, misol uchun yarim soat shunaqa timer yoqib qo'yishinglar mumkin. Undan tashqari menyusida biz yarks kontrastni nazorat qilishimiz mumkin. Bu yerda HDR yoqishimiz mumkin. Issiq va sovuq rang rejimida ishlatishimiz mumkin va bizda maxsus ishlatish rejimlari bor. Ya'ni FPS, RPG, kino, ko'z uchun himoya, DCI-P3, sRGB, Adobe RGB kabi funksiyalari ham bor. Endi hozir sal turib bitta sayt bor. Shu sayt orqali biz monitorimizni haqiqatdan 280 FPS torta oladimi, yo'qmi? Vrema o'tklik degan narsa bor. Ya'ni necha millisekund ekanligini ham tekshirib ko'ramiz. Agar monitorimiz o'zining xarakteristikasiga qarasak, 1 millisekund deb yozilgan. Balki 5-6 bo'lishi ham mumkin. Muhim 10 dan oshib ketib qolmasa bo'ldi. Hozir men ushbu sayt nomini mana pastda chiqaraman. Sizlar ham kirib, o'zingizlarning monitoringlarni tekshirishinglar mumkin. Faqat 2-3 ta monitor ulagan bo'lsanglar, qaysi monitor tekshirmoqchi bo'lsanglar, o'sha monitorni Windows nastroykasidan asosiyga o'tkazib tekshirishinglarni so'rab qolgan bo'lardim. Saytga kirganimizda, ya'ni displaysdb.ru ga kiramiz va gersovkani tekshirish joyi bor. Mana bunga bosganimizda mana tekshiryapti. Mana ko'rishimiz mumkinki, haqiqatdan bizda 280-279.8 Hz ishlamoqda va bu bizda vrema o'tklik degan narsasi 3,5 o'zi 1 ishlash kerak deyilgan. Lekin o'zi 1 degan bilan 5-6 ishlasa ham bu juda ham zo'r, lekin bu yerda 3,5 ishlamoqda. Bu juda ham yaxshi rezultat degan. Undan tashqari mana bu joyda mana 200 FPS da qanaqa ishlaydi? 240 da, 165, 144, 120, 60 mana FPSlar bo'yicha ham har xil testlar bo'lyapti. Mana shuni ham ko'rishimiz mumkin. Eng muhimi haqiqatdan o'sha 280 FPS ishlab beryapti. Xo'p, ana endi ushbu monitorimizni rang bo'yicha xususiyatlari haqida gapiradigan bo'lsam, haqiqatdan IPS matritsa va ranglarni juda ham yaxshi va chiroyli ko'rsatmoqda. Muhimi, o'sha low blue light va flicker free ishlamoqda. Bunga sabab o'sha ko'k ranglarni, hattoki o'sha Redmi'lardan ancha aqlliroq HK'sini hozir qanaqa monitor ishonsa bo'ladimi, yo'qmi deyapti. Marhamat, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Biz ham buni 25 taligidan bitta variantini studiyamizga qo'ydik. Eng qizig'i MSI olib tashlab, men
o'sha HTC monitorni qo'ydim. Bunga sababi o'sha kadrlardagi yorqinligi, tasvir uzatish tezligi, balandligi shaxsan o'zimga juda ham yoqqani uchun MSIdan voz kechishga ham hatto meni majbur qildi ushbu monitor. Redmi'lardan har taraflama aqlliroq Redmi'dan ko'ra. MSI'ni esa ba'zi modellardan yaxshiroq, ba'zilar bilan tenglashadi. Endi ba'zilarini MSI juda ham kuchli bo'lgan modellari borki, buni solishtirib bo'lmaydi. HTC tezkor o'yinlarni o'ynovchilar uchun va muhimi rang ham o'z joyida xohlovchilar uchun budjet variantdagi hozirgi kundagi eng zo'r yaxshi chiqayotgan monitorlardan. Ya'ni anti Redmi desa bo'ladi, Redmi'ning qotili. Bizda DCI P395% qo'llab-quvvatlaydi. Shundan ham bilishimiz mumkinki, ancha ranglarni yaxshiroq ko'rsatadi sRGB. Bizda 125%. Kadrlar yorqinligi juda ham bir to'yindorligidan mana shu turgan joyda chiroyli ko'rsatayotganini shundoq ham biz bemalol ko'rib bilib turibmiz. Ya'ni rang ko'rsatishi haqiqatdan yaxshi. Baland gersda kontrollar, Valorant, PUBG o'yin o'ynash xohlasanglar yoki montajyor bo'lsanglar va muhimi 25 emasda sizga 27 tali ekran kerak bo'lsa, mana sizga haqiqatdan juda ham yaxshi variantdagi monitor. Ana endi ushbu monitorimizda dizayni haqida to'xtaladigan bo'lsak, to'laqonli matviy plastikdan ishlangan, chetlari ancha ingichka romkasiga ega va muhimi 3 xil biz monitorimizni tozalashimiz mumkin. Birinchisi mana shu bunda ham tepasidan emas, mana podstavkasidan ushlasanglar yaxshi, tepa pastga bemalol 11 cm gacha, ya'ni 10,5 mana santimetrgacha ko'tarishimiz yoki mana pastga tushirishimiz mumkin bemalol. Mana shu joyda -5 oldinga va 20 gradus orqaga ham qilib yotqizib ham ishlatishimiz mumkin. Undan ham tashqari mana shu turgan joyda biz monitorimiz 90 gradusga aylantirsak bo'ladi. Xohlasak o'ngga, eng qizig'i ana boshqa monitorlardan farqli jihati xohlasak chapga aylantirsak bo'ladi. O'zi juda ham ko'p holatlarda monitorni faqat bir tarafga aylanadi-yu. Bu HTC qulay qilib qo'yibdi. Xohlasang o'ngga, xohlasang chapga aylantir deb variant qilib qo'ygan ekan. Marhamat. Mana bunaqasidan ko'tarib olamizda, salimdora qilib olaylik. Aylantirishimiz mumkin. Ya'ni vertikal holatda ishlatmoqchi bo'lganlar, ayniqsa montajyorlar bo'lsa, timeline juda ham katta bo'lib turishini xohlasanglar, maza qilib mana bunaqasidan vertikal holatga qo'yib ham ishlatishinglar mumkin. Boshqa kronshtaynlarga osishimiz mumkin. Bu uchun uni olib tashlagandan keyin o'rnida 75 ga 75 o'zini vesasi bor. Ya'ni ves orqali istalgan boshqa kronshtaynga ham ushbu monitorni osib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, agar shu dizaynini orqa qismi haqida gapiradigan bo'lsak, orqasi ham o'ziga yarasha chiroyli dizayn qilingan. Ya'ni istalgan HTC singari orqa tarafini ko'rsak, qo'llarini ikki yonga yoyib olgan, ya'ni qanotlarini desak bo'ladi. Bir burgut timsoli bor va o'rtaga monitor tezkorligini bildirish uchun bunaqangi chiroyli qizil plastik ishlatishgan va buni oyog'ini mana pastki qismida ham biz ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda orqa ko'rinish ham chiroyli o'sha kibersportlarga mos dizaynda ishlangan. Ya'ni bittada qaraganda istalgan boshqa brenddagi modellardan o'zini ajralib turadigan o'ziga xos dizayni ushbu monitorimizda bor. Undan ham tashqari pasti 6 burchak bo'lgani uchun konturchiligi haqiqatdan mos keladigan o'sha klaviaturani olib bemalol tegiga bunaqasidan qiyshaytirib olib qo'yib o'ynash uchun mana ko'rishimiz mumkin. Juda ham mos va to'g'ri keladi. Ana endi bu monitor haqida sizning fikringiz qanaqa deb so'raydigan bo'lsangiz, men 5 dan 4,5 bergan bo'lardim. Bu endi professional ranglar uchun aniq aytaman, to'g'ri kelmaydi, lekin montaj uchun o'rtacha darajada bemalol videolarni bo'yash uchun yaxshi xizmat qiladigan monitor. Va undan tashqarisi esa menga sal hozirgi kunda yoqmaydigan narsa bu 27 ekranga Full HD olish. Endi ba'zi joylarda buni bilinib qoladigan joylari bor, lekin umuman olganda bu vaziyat hozirgi kunda 50-50. Ya'ni kimgadir bo'ladi, kimgadir bo'lmaydi, lekin budjet variantdan olib chiqib qarasak, $210 ga haqiqatdan arziydigan baland FPS-da o'yin o'ynashni yoqtiradiganlarga yaxshi taklif. Shuning uchun hamma adolat bilan shunaqa 5 ta jihatni ko'rib chiqib, shunaqa ball berishga qaror qildim. Albatta bu meni shaxsiy fikrim. Agar siz ham xuddi shu monitorda ishlatadigan bo'lsangiz, kommentariyaga o'z
fikringizni yozib qoldiring. Kimlardir bir yildan keyin unaqa charchab qoladi, bir narsa unaqa bo'lib qoladi degan fikrlar bor, lekin anchadan beri ishlatayotgan insonlardan ham fikrlarni ko'rdim, eshitdim. Hammasida yaxshi, ijobiy, sizda ham fikr bo'lsa, kommentda haqiqatdan ishlatib ko'rgan bo'lsangiz, o'z fikringizni qoldiring. Shuni aytaverasizlar, sizlar J-Store do'koni orqali xarid qilishingiz mumkin. Keyingi video tahlillarda ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'linglar. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8 ta modul. Effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.